Sizlarga yana bir ajoyib yangiligimiz bor. Qo'qonbo'yda Ice Dream nomli muzqaymoqxona o'z faoliyatini boshladi. Xullas, bu yerda qulpinoyli, bananli, turli xil kokteyllar mavjud. Va undan tashqari bu yerda Gankonskiy vaflini o'zlari pishirib ustiga mevali assortiment qilib berishar ekan, siz istagan holatda. Besh yulduzli vafliga bo'lgan marojna nima deyapti akalar? 100 marta telefonda ko'rgandan ko'ra 1 marta o'zingiz kelib jivoy yeb ko'rib ta'miga baho bering. Xullas akalar, 15 xildan ortiq kokteyl va mojito salqin ichimliklari shu yerda mavjud. Mevali assorti va Gankonskiy vaflilar barchasi Ice Dream muzqaymoqxonasida. Manzilga keladigan bo'lsak, bu tarafda aeroportdan Turk tarafdan kelganda o'ng qo'lda. Qo'qonboy tarafdan kelganimizda chap qo'lda. Yana ham yaqinroq sizlarga tushuntirib berishim uchun imkon plasda to'g'risida joylashgan. Barchangizda Ice Dream muzqaymoqxonasida qolamiz. Like bilan podpiska bosishni unutmang. Jigar